Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, tinchliklar, omon bo'lsizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Bugun o'rtoqlarga Karvak oq maydon prezda, oq maydondan giraverish prezda tez yurar poyezd birinchi o'tishi, Xiva Toshkent tez yurar poyezdi. Maşallah birinchi marta o'tyapti. Alloh barakali qilsin barchalarimizni. Yana ichida odamlar bor. Ya'ni butun mutasaddilar. Yana orqadagi vagonlar уже pustoy ekan, oldinda tekshiruvchilar, ya'ni mutasaddilar ko'rib, xudo xolasa, chiroyli qilib sinovdan o'tkazyaptilar. Texnik sinov deb yozib qo'yibdilar. Birinchi o'tishi o'rtoqlar. Alloh barakali qilsin barchalarimizni. Uzoqimiz yaqin qilishlikni nasib etsin. Duo qilib qo'yinglar. Sujlik bilan ko'p yillar bizlar O'zbekiston xalqimizga xizmat ko'rsatsin. Bizlar Xorazm xalqi uchun